Assalomu alaykum O'zbekiston 24 teleradio kanali muxlislari. Dasturlarimizda dolzarb mavzudagi muloqot bilan davom ettiramiz. Men dastur avvalida bir nechta savollar bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Ish vaqtida jarohat olganda qanday yo'l tutish kerak? Ishchi sifatida qanday huquqlarga egasiz? Sizning dam olish huquqingiz qanchalik kafolatlangan? Agar shu savollar sizga qiziq bo'lsa, demak dasturimizga qo'shiling deymiz. Studiyamizga O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi bo'lim mudirlari Nodira G'oyibnazarova hamda Erkin Yusupovlarni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Xush bo'ling. Assalomu alaykum. Kaska bu qaysidir ma'noda mehnat huquqlarini dastlabki himoyasi hisoblansa kerak, to'g'rimi? Shaxsiy himoya vositalari. Shaxsiy himoya vositasi hisoblanadi. Lekin bizda bu ishxonamiz maxsus jihozlangan, maxsus talablarga javob beradi. Hozir buni taqib olishga menimcha hojat yo'q. Yoki bormi? Erkin aka? Menimcha albatta hammasi taniydi. Juda to'g'ri fikr yuritdingiz. Bu meni quloqchinim, bu endi meni ish jihozimga kiradi. Demak, mavzuyimizda davom etamiz. Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Nodira opa har yili dunyo bo'ylab taxminan 2,9 million kishi ish bilan bog'liq baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari oqibatida hayotdan ko'z yumadi. Bundan tashqari 395 million ishchi ish joyida jarohat oladi. Bu esa mehnat muhofazasi sohasida jiddiy muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Bizda vaziyat qanday aynan shu ko'rsatkichlar bo'yicha? Marhamat. Rahmat. Siz yaxshi savolni ko'tardingiz. Ish joylarida baxtsiz hodisalar to'g'risida va dunyo statistikasini ham bekorga keltirmadingiz. Albatta men bu raqamlarni o'zim bilan olib keldim. Bular haqida to'xtalishdan avval aynan O'zbekistonda kim bunga birinchi bo'lib e'tiborni qaratgan deganda xodimlarni vakillik organi deb ayta olaman. Kasaba uyushmalari hozirgi kunda har bir ish o'rnida sodir bo'layotgan yengil, og'ir, o'lim bilan tugagan, o'rtacha og'ir, hattoki guruhiy baxtsiz hodisalarga ham o'z e'tiborini qaratgan. Va bu baxtsiz hodisalarda kim bilan sodir bo'ldi? Qaysi jihoz yoki texnika texnologiya tashkiliymi yoki texnikaviy sabablarmi? Va bu sabablarda o'zi nima masalaga e'tibor qaratish kerak edi va uni oqibatlari qanday bartaraf etilyapti? Yoki bo'lmasam unga to'lab berilish kerak bo'lgan zarar to'lovlar qanday holatda kabi masalalarga qanday mezonlar asosida o'lchanadi va shularga ham e'tibor qaratishga boshlandi. So'nggi agar 4 yilni tahlillarni etadigan bo'lsam, aynan kasaba uyushmalariga a'zo bo'lgan tashkilotlarda mingga yaqin baxtsiz hodisalar sodir bo'lgan. Bu raqam O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 4 baravardan ko'proq. Ya'ni kambag'allikni qisqartirish bandlik vazirligi maxsus vakolatli organdan olingan ma'lumotlarni ham biz tahlil qildik. Endi mana shu mingga yaqin sodir bo'lgan baxtsiz hodisalarda 299 tasi oqibati o'lim bilan tugagan. 594 tasi oqibatlari og'ir, 106 tasi esa yengil oqibatli baxtsiz hodisalar va 82 ta holat guruhiy baxtsiz hodisani tashkil etdi. Sug'urta summalariga to'xtalsam 32 milliarddan ziyod baxtsiz hodisa sababli jabrlanganlarga yoki bevaqt hayotdan ko'z yumganlarga, qaramog'idagi oila a'zolariga demak to'lovlar amalga oshirilgan. Yoki bo'lmasam kasallik varaqalari orqali. Bu ham juda muhim, chunki biz ko'pincha kasal bo'lamiz, ishga kelaveramiz yoki bo'lmasam kasallik holimizda ham vazifamizni bajarishga harakat qilamiz, lekin bu ham mehnatni muhofazasi, ya'ni kasallik varaqasi orqali 9115 kun e'tibor qarating. Mana shu uchun 1 milliarddan ziyod, qariyb 1,5 milliard to'lovlar to'lab berilgan va oyma-oy to'lanayotgan bugungi kundagi zarar to'lovlarining summasi 684 millionni tashkil etmoqda. Ish beruvchilar tomonidan 634 million, kasaba uyushmalari tomonidan esa 2 milliarddan ziyod moddiy yordam pullari ko'rsatilgan. Aynan ish bilan bog'liq bo'lgan baxtsiz hodisalar sababli. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi juda yirik ishchilarning birlashmasi desak bo'ladi albatta. Endi Erkin aka, sizga bir savol bermoqchiman-da, maslahat ham olmoqchiman shu fursatdan foydalanib. Men yaqinda mehnat ta'tiliga chiqishim kerak. Mana 20 yildan oshiq vaqt davomida kasaba uyushmasiga muntazam to'lovlarni to'lab kelaman. Mehnat ta'tili davomida qanday qilib mana shu o'zimni mehnat huquqlarimdan foydalanib kasaba uyushmasi imkoniyatlaridan foydalanishim mumkin? Menga qanday huquqlar yoki qanday takliflar bera oladi? Marhamat. Bu har bir o'ylamak hozir shu tinglovchilarimiz uchun bir qiziq savol bo'ladi deb o'ylayman. Demak, bizda bugungi kunda kasaba uyushma federatsiya tizimida 31 ta sanatoriyamiz mavjud. Demak, ulardagi 31 ta sanatoriyada qabul qilish quvvati 7165 ta. Ya'ni bu degani bir vaqt o'zida 7165 nafar demak dam oluvchi sog'lomlashtirish mumkin. Bu o'rtacha yil davomida 179 ming nafar tashkil etadi. Bu ko'rsatishga ham
eshishi bo'lmagan. Masalan, 2017-yilda bizda tizimimizda 19 ta sanatoriy bo'lsa, bugungi kunda 31 ta. Ya'ni mana shu yillar davomida 8 yil davomida 12 ta yangi sanatoriylar foydalanishga topshirildi. Boyaga asosiy masala sizni yo'llanma olish masalasi yoki bo'lmasam to'lov masalasi deydigan bo'lsak, bu albatta kasaba uyushmasi degani bu har bir boshlang'ich tashkilotda o'zini lideri, ya'ni kasaba uyushma raisi bor. Ana shu tashkilotda demak siz ishonib, sizni hamkasblaringiz birgalikda uni tanlab saylagan insoniylar bor. Ya'ni kasaba uyushmasi ana shu boshlang'ich kasaba uyushma tashkiloti raisi hisoblanadi. Ana shu raisga bizda aytib o'tgandek sanatoriyamiz 31 ta bo'lsa, bularni kasallik turi har xil. Qaysidir bittasi masalan nafas yo'llarini davolasa, qaysidir bittasi ichki o'sha yurak qon tomir, qaysidir bittasi harakat tayanch organlarini davolash bilan shug'ullanadi. Mana shunga asosan qanaqadir sizni bezovta qilayotgan kasallikdan kelib chiqib turib, unga demak kasaba uyushma raisiga siz ariza berishingiz kerak. Demak, mana sog'liqni tiklash uchun mana shu sanatoriyga yo'llanma ajratishda yordam berishingizni so'rayman deb yozasiz. Ana shu kasaba uyushma a'zolariga yengillik yaratish maqsadida bizda demak imtiyozli yo'llanmalar. Masalan, yo'llanma narxi bilan imtiyozli yo'llanmaning farqi, biz imtiyozli deganda biz demak yo'llanmaning 45% ni siz to'laysiz, ya'ni kasaba uyushma a'zosi to'laydi. Qolganini demak biz kasaba uyushmasi boyaga siz aytayotgan o'sha yillar davomida to'layotgan degan mablag'laringiz hisobidan qoplab beriladi. Bugungi kunda bizda mana shu 31 sanatoriy o'rtacha yo'llanma narxi 5 million 198 ming. Bu endi yo'llanma narxi o'rtacha deganda biz o'sha bu yo'llanma albatta uni davolash xususiyatdan sanatoriylar. Masalan, qaysi bittasi zomin oqtoja, mana hozir yoz mavsumi kelyapti, juda talab ko'p bo'ladi. Ular 10 kun bo'lsa, qiyin zomin. Ha, qaysidir yo'l sanatoriylarimiz 12 kun davomida. Demak, ular ham shu kasallik xususiyatiga kelib chiqadi. Ularga qarab turib, masalan, bizda aytayotganimiz hozir 5 million 198 ming bo'lsa, demak, xodim uni 45%. O'rtacha 2 million 339 mingni xodim to'lasa, qolganini demak kasaba uyushmasi qoplab berishadi. Kasaba uyushmalaridan men qanday foydalanaman yoki qanday menga imtiyoz bor deganingizda, bu eng birinchisi jamoa shartnomalari. Jamoa shartnomalari nima degani? Jamoa birgalikda kelishgan holatda ish beruvchi bilan shartnoma imzolaydi. Bu shartnoma mehnat qonunchiligidagi minimal talablarni yaxshiroq qilib beradi. Misol keltiramiz. Misol uchun, mehnat ta'tilingiz 21 kalendar kun qilib mehnat kodeksida belgilangan bo'lsa, lekin siz unga qo'shimcha kunlarni olasiz. Qo'shimcha kunlar nima bilan? Albatta jamoa shartnomalari bilan. Ikkinchidan, mehnat kodekslarida masalan yozilmagan, uyida to'y bo'lsa, ma'raka bo'lsa yoki bolasi o'qishga kirsa yoki qandaydir yana tadbirlar o'tkazadigan bo'lsa va hokazo. Bu masalalarni ham yoki qo'shimcha qandaydir bir dam olish kunlarini, masalan, mehnat kodeksi yakshanbani bir kun dam olish kuni etib belgilagan. Lekin jamoa kelishgan holda haftaning boshqa bir kunini ikkinchi dam olish kunida belgilashi bu ham imtiyoz. Va nafaqat biz hozir dam olishlarni, tanaffus vaqtlarini ham mehnat kodeksi yozadi. 30 minutdan 2 soatgacha tanaffuslar belgilanadi. Agar 8 soatlik ish kuni bo'ladigan bo'lsa bitta, 8 soatdan ortiq bo'ladigan bo'lsa ikkita tanaffus beriladi. Biz hozir tanaffus, ta'til yoki bo'lmasam qo'shimcha bir nimalarni ko'ryapmiz. Agar ish beruvchining imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, kontraktlarni to'lab berish masalasini kiritishi mumkin. Uy joyga ehtiyoji bo'lgan yoshlar bo'lsa, bu masalani kiritishi mumkin. Dasturimizni tinglab borayotgan tinglovchilarimiz menga munosabatlarini bildirib borishyapti. Aytayaptiki, teatrlarga borish kerak deb aytamiz. Haqiqatan borishimiz kerak. Lekin bizni bilet sotib olganimizda shanba kunlarda yoki yakshanbada ham bizni ishga chaqirishadi. Bunday holatda dam olishning imkoni bo'lmaydi-ku deb bir kulib turgan bir nimani smile deymiz-ku. Jo'natyapti-da. Mana shunda ham xodimlar o'zini huquqini qanchalik darajasida bilishi bilan bog'liq. Xodimning xohish irodasiga qarshi ravishda qo'rqitish, tazyiq ostida ishlatish bu majburiy mehnatga kiradi. Va uchun javobgarlik belgilab qo'yildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda bor, jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarda bor va xodim, siz hozir menga aytishingiz mumkin. Xodim majbur bo'ladi, qo'rqadi ish beruvchidan. Bu masala hozir fikrimni yakuniga yetkazmoqchiman. Bu masala butun dunyodagi bor bo'lgan masala. Sababi buni orqasida ishsizlik turibdi. Mana yaqinda ham davlatimiz rahbari o'tkazilgan yig'ilishda oilaviy jamoaviy sayohat deb yakshanba e'lon qilinishi haqida tashabbus ilgari surildi. Lekin ish joyimizdan doimiy chaqirib qolish mumkin degan xavf tug'dirgan paytda bu narsalar rivojlanishi qiyinroqda. Shunday qonunlarimiz bor, mustahkamlab qo'yilgan, lekin mana qayerdadir mehnat huquqi buzilsa, bu favqulodda holat deb baholanadigan kunlarga qachon kelamiz demoqchi edim-da men. Tushundim men sizni fikringizni, shu joyda to'ldirib ketmoqchiman.
aynan kasaba uyushmalarini hozirgi kunda 1092 raqamli qisqa raqami bor. Hozir 1092 yozib 1092 albatta yozib oling. Va bu 24/7 va 1211 qisqa raqami bor. Bu xotin-qizlarning muammolarini yechish masalasi bo'yicha qisqa raqam. Va mana shu telefonlar orqali bugungi kunda siz aytgan o'zini huquqini bilgan xodimlardan kelib tushgan arizalarni 75% xodimni hisobiga hal bo'lgan. Demak, bundagi birinchi muammo nafaqat ish beruvchini qonunni buzishi, balki xodimni shunga yo'l ochib berishi. Qonunni buzayotgan holatga indamay qarab turishi. To'g'ri, hayotiy tajribamizda ko'ryapmiz. Aynan shu kelayotgan savollarni yoki sudgacha yetib borayotgan mana shunday nizoli holatlarni o'rganib chiqqanimizda tag zamirida ikkita tomondan bittasini, demak, yo qonunni buzishi, yo huquqlarni bilmasligi yoki bo'lmasam uzil kesil nima uchun qo'yilmagan, qachon bo'ladi deganingizga uzil kesil qo'yildi. Konstitutsiyaviy islohotlar jarayonida biz asosiy normalarni aytib o'tdik. E'tibor qaratsangiz 42, 43, 44, 45-moddalarida siz aytgan ko'targan masalalar aniq yoritilgan. Hattoki biz mehnat qonunchiligidan ham sizni savollaringiz javobini mana shu moddalar deb ko'rsata olamiz. Lekin medalning ikkinchi tarafi bor. Ikkinchi tarafini shunday xodimga aytib turib, qani siz menga kamida 3 ta huquqingizni sanab bering, qaysi huquqlaringizni siz talab qila olasiz? Yoki bo'lmasa ish beruvchini oldiga borib, nega siz yakshanba kuni majlisga chaqiryapsiz? Siz hozir ertaga xodim sudga bersa qanday javob berasiz? Yoki bo'lmasa mana shunday dam olishga yoki qandaydir bir ommaviy xodimlarni o'zini bir noroziligiga olib kelishi mumkin bo'lgan holatlarga nima uchun yo'l qo'yyapsiz deb gapiradigan bugungi kunda kasaba uyushmalari bor va kasaba uyushmalarini bugun ish beruvchilari eshitmoqda deb ayta olamiz. Men xohlar edimki, misol uchun kasaba uyushmalari, Nodir opa, siz bilan kecha ham suhbatlashdim va bilyapman, biz kasaba uyushmalarini faoliyatini kuzatib boraman. Ko'plab zamonaviy metodlar ish faoliyatiga joriy etilyapti, xalqaro aloqalar mustahkamlanib boryapti. Meni bir taklifim borki, maxsus so'rovnomalar turli ishxonalarda, misol uchun yoki elektron bir platformalarda savollar uyushtirilsaki, siz o'z ishxonangizda boshlang'ich kasaba uyushmasini raisni saylash jarayonida ishtirok etdingizmi, misol uchun? Dilshod aka, bu yil hisobot saylov kampaniyasi boshlangan kasaba uyushmalari tizimida, boshlang'ich tashkilotlarda hozir saylovlar jarayoni. Har doimgidan aynan bu yil yangicha saylov jarayonlari kechmoqda. Mehnatkaşlar e'tiborli bo'ling. Mehnatkaşlar, hurmatli xodimlar, har bir ish o'rnida mehnat qilayotgan jamoalar, diqqatingizni, e'tiboringizni qarating. Men o'ylayman, bu jarayonda siz ishtirok etyapsiz. Sababi biz kuzatyapmiz, siz aytgan ijtimoiy tarmoqlarda yoki o'zimizning rasmiy kanallarimizda ham, televideniya orqali ham ko'rsatishyapti. To'g'ri, hammasini 100% ko'rsatish imkoniyati bo'lmayotgandir, lekin men to'xtalmoqchi bo'lgan jihat, bu yilgisi nimasi bilan farq qiladi? Alternativ. Ya'ni bitta nomzod qo'yib shunga qo'l ko'tarib ovoz berish emas. Xodimlarni o'zi, mehnatkash jamoa o'zi, demak, liderni tanlayapti. Falonchi deb bir odam etilsa, yo'q, bo'lmas bu. Bir nechtalab nomzodlar qo'yilayotgan holat bor va muqobillik asosida o'tmoqda hozir saylovlar. Va boshlang'ichlar mana tugagandan keyin tarmoq, hudud va yuqori darajalarga yetib borar ekanmiz. Biz shu jarayonda kuzatar ekanmiz xodimlarni. Shaffofmi, ochiqmi mana shu? Shaffofligi masalasini O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasini kasaba.uz portali. Elektron ovoz berishimiz mumkinmi? Ishonch hozir gazetalari. Ishonch daveriy gazetalari uni nimasida berib borilyapti va albatta men hozir aytib o'tgan rasmiydan tashqari, men o'zimni misolimda aytishim mumkin. Telegram kanalim bor. Telegram kanaldan tashqari Facebookda, YouTube'da kanallarim bor va u yerda kasaba uyushmasiga a'zo bo'lishdan qat'iy nazar kuzatuvchilarimiz bor. Men aynan bularni tirik odamlar ekanini nimada his qilaman? Munosabat bor. U yerda demak fikr bildirish bor. Hattoki biz mana Butunjahon mehnat muhofazasi kuni tadbirlari arafasida tanlov e'lon qildik. Bilasizmi, birinchi bo'lib kim chiqdi? Talabalar.
Mani kutganimdan ham men o'yladim, mehnat jamoalari chiqatsam, maktab o'quvchisi o'zini munosabatini bildirib, ya'ni kimdir she'r yozyapti yoki kimdir rolik yoki kimdir yana qandaydir ish jarayonidan, jamoatchilik nazoratidan, mehnat sharoiti, mehnat muhofazasi, umuman holatga e'tibor qaratishmoqda. Bu degani, demak, odamlar befarq emas. Mana shu befarq bo'lmagan insonlar safini kengaytirishimiz bugungi kunda juda ham muhim. Rahmat Nodir aka. Masalan, kasaba uyushmalari deyapmiz. Aslida bu uyushma fuqarolarning ixtiyoriy tashabbuslari asosida uyushadi. Butun dunyo agar taraqqiyotiga yuzlanadigan bo'lsak ham, dunyodagi katta o'zgarishlar mana shu kasaba uyushmalari orqali, revolyutsiyalar ham kasaba uyushmalarining tashabbuslari bilan amalga oshirilgan. Bu kasaba uyushmalarining mustaqilligi, demokratiyani muhim bir sharti hamdir. Ayni ana shu mustaqillik ta'minlanadigan bo'lsa, o'z-o'zidan nima bo'ladi? Mehnatkashlar huquqlari himoyasi ko'rsatkichlari oshadi. Endi shu ma'noda aytadigan bo'lsak, dunyo tajribasida Nodir aka, xususiy kasaba uyushmalari tashkilotlari ham bor. Ular bugun katta-katta jamoalarni birlashtiryapti. Bizda shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi bitta tashkilot. Bizda ham harakatlar bormi? Mana shu mustaqil xususiy kasaba uyushmalarini. O'zbekistonda avvalambor 14 ta kasaba uyushmalari bor. 14 ta tarmoq kasaba uyushmalari bor. Va bu tarmoqlar birlashgan holda federatsiyani tashkil etgan. Demak, tarmoqlar har biri o'z ustavlari bilan ishlaydi va o'z talablarini qo'yadi. Bu birinchisi. Ikkinchidan, Navoiy kon-metallurgiya kombinati alohida kasaba uyushmasi kengashi, bu ham federatsiyaga aloqasi yo'q. Masalan, birgalikdagi qandaydir hamkorlikda ishlar qilish mumkin. Alohida kasaba uyushmasi, mustaqil kasaba uyushmasi. Bundan tashqari bizda metallurglar kasaba uyushmasi bor. O'zbekistonda boshqa kasaba uyushmalar harakati ham bor. Kasaba uyushmalarining liderlari xodimlar orasidan saylanishi ustavlarimizda belgilab qo'yilgan. Tashkilotning rahbari kasaba uyushma raisi bir paytni o'zida bo'la olmaydi. Chunki bu jamoaning vakili. Va endi ularni birlashish huquqi haqida ham qonunchilikdan ozgina normani keltirib ketishim kerak. Sababi Mehnat kodeksi aniq yozib qo'ydi. Kasaba uyushmalariga birlashish xodimlarning huquqi bo'lgan holda ish beruvchining kasaba uyushmalariga birlashish to'g'risida xodimlarni yozma ravishda ogohlantirish bu majburiyati. Hamma ish beruvchilar ham yozma ravishda xodimlarni ogohlantirmaydi. Bu sizni demak huquqingiz, bu meni majburiyatim degan masala yo'q. Demak, qarz ikki qo'ldan chiqyapti. To'g'ri. Mehnat qonunchiligini buzilishi bir taraf emas, ikki taraf tomonidan ham bo'lishi mumkin. Lekin shunday holatlar bor, oylab oylik olmayotgan jamoalar va bu jamoalar ham kasaba uyushmalarining e'tiboridan chetda qolmagan aniq tashkilotlar misolida bizni qo'limizda bor kasaba uyushmalarini kiritgan taqdimnomasi yoki sudlarga oshirgani orqasidan, tegishli o'sha ta'sir choralarining orqasidan ish beruvchilar mana shu qarzdorlikni undirib berilgan, to'langan holatlari juda ham ko'p. Demak, kasaba uyushmalari harakati qachon kuchli bo'ladi? Qachonki har bir xodim va ish beruvchi o'z mas'uliyatini his etib, o'z huquq majburiyatlarini to'laqonli bajarsa. Demak, ikkala tomonning o'rni juda katta demoqchiman. Albatta, bilasizmi, bizda misol uchun komissiyalar bor, turli xil tekshiruv organlari borda, misol uchun kompaniyaga yoki biror korxonaga falon joydan tekshiruvchi kelyapti ekan desa, o'sha tashkilotning maqomiga qarab aytishadi. Men o'ylardimki, kasaba uyushmasidan tekshiruvchi kelayotgan ekan yoki o'rganuvchi kelayotgan ekan desa, o'sha aybi bor, nuqsoni bor ish beruvchi titrashini xohlardim. Chunki bugun shu darajaga yetib bormoqda desam mubolag'a emas. Sababi aynan kasaba uyushmalarining bugungi kunda vakillari, masalan, men mehnat muhofazasi yo'nalishidan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha saylangan 40 mingga yaqin vakillar bor. Juda katta armiya bu. Va aynan mana shu vakillarni jonlantirilishi ham siz aytayotgan masalaga juda ham bir o'zini ta'sirini ko'rsatadi va kasaba uyushmalari, masalan, tarmoqda bitta xodim yoki hududda yoki federatsiyadan kimdir borayapti emas, joyidagi jamoaning mana shu vakilini o'zini aytadigan gapi, ta'sir chorasini biz kuchaytiradigan bo'lsak, siz aytgan davlat organi kelyapti yoki tekshiruvchi kelyapti dan ham kuchliroq hayiqish jamoadan bo'ladigan darajaga yetib kelamiz. Erkin aka, men bir savol bermoqchiman, tasvirchimiz ham Erkin aka.
aka, nuqul menda shunday bo'ladi, Nodir aka, ko'p 2 ta ismli, 3 ta ismli, o'tgan safar 4 ta ismli ham nima suhbatdoshlarimiz ijodiy guruh bo'lib qoldik. Dam olish haqida gapirdik-da. Sanatoriyalarimizni narxi haqida men bir fikr bildirmoqchi edim. Ichki turizmni rivojlantirish haqida gapiryapmiz, raqobat haqida gapiryapmiz. Davlatimiz rahbari deyarli har bir yig'ilishda mana shu turizm masalasiga e'tibor qaratadilar. Mana shunday sanatoriyalarimizda narxlarni bir ko'rib chiqish, ular o'rtasida raqobatni rivojlantirish, atrofni kuzatish, misol uchun deyapman-da, sharoitga moslashtirish. O'zimizda hozir Nodir aka samolyot odamlarimiz chet elga chiqib ketyapti dam olishga-da. Lekin to'g'ri, ma'lum bir sanatoriyalarimiz o'sha chet elda manaman degan mehmonxonalar bilan raqobatlashishi mumkindir, ehtimol sanatoriyalar bilan. 5 ta yulduzli. Xuddi shunday sanatoriyalar narxi, ularni arzonlashtirish, ularda xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash bo'yicha ham bir zamonaviy metodlarni joriy qilgan holatda ishlar olib borilyaptimi? Suhbatdan keyin nima deydi, haligi mehnatni muhofaza qilib, ijtimoiy himoya ta'minlash, albatta sog'lomlashtirishga ham, dam olishga ham o'tishimiz kerak. Demak, hozir dam olish masalasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, haqiqatda bu sizning savollaringiz bo'yicha, demak, bizda sanatoriyalarimiz hammasi bu mas'uliyati cheklangan jamiyatlar hisoblanadi. Demak, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar hozir masalan bozor iqtisodiyoti sharoitida o'zingiz aytganingizdek, ular raqobat bardosh bo'lish kerak. Demak, hammasi o'zini mustaqil boshqaradi. Bugungi kunda aytganingizdek, raqobat juda kuchli. Masalan, aytaylik, Farg'ona viloyatida Chimyon sanatoriyamiz bo'lsa, Chimyon sanatoriyaning atrofida qanchalar hozirgi kunda boyagi ichki turizm prezidentimiz tomonidan berilayotgan, ularga yaratilayotgan imtiyozlar natijasida juda ko'plab hozir rivojlanib ketyapti. Xususiy sanatoriyalar rivojlanib boryapti. Yoki bo'lmasa aytaylik, Samarqanddagi Ibn Sino, masalan Namangan viloyatidagi Chortoq, ular ham bizning sanatoriyalarimiz ham kun ko'rish kerak, ya'ni ularning ichidan yashash kerak, tirikchilik qilib, mana shu o'zi raqobatdan chiqib, mana shu narxi belgilab, ular sababi hozir aytganingizdek, siz aytmoqchi bo'lgandek, zomin 10 million bo'lsa, yonida nargilisi boshqasi 3 million bo'lsa, bizda o'sha zomin ertaga o'zini faoliyatini olib bora olmaydi. Aviatsiya sohasida, misol uchun, havo yo'llariga raqobatchi paydo bo'lgandan keyin narxlar tushdi-da, buni sezyapmiz har birimiz. Xuddi shunday sanatoriyalar o'rtasida kasaba uyushmalari ehtimol, misol uchun, o'sha Dubaydagi kurortlar bilan shartnoma tuzish kerakdir, misol uchun aytmoqchi bo'lganim, yoki o'sha Saudiyadagi yoki o'sha Turkiyadagi sanatoriyalar bilan, kurortlar bilan ham shartnoma tuzadigan bo'lsa, ertaga odamlarimizda tanlov imkoniyati oshadi. Shunga qarab tayyor o'rganib qolgan odamlar oqimiga o'rganib qolgan tashkilotlar ham ertaga yangi metodlardan foydalanib, marketing tadqiqotlarini o'tkazib, faoliyatini arzonlashtirishi mumkin degan bir fikrni aytmoqchiman-da aslida. Mavzu keng. Bugungi dasturimizdagi ishtiroki uchun O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi bo'lim mudirlari Nodira G'oyibnazarova hamda Erkin Yusupovlarga teletomoshabinlarimiz, tinglovchilarimiz nomidan minnatdorlik bildiramiz. Muhtaram muxlislar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan keyingi dasturlarga qadar xayrlashib qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.